Kelin, Labbay oyijon. ishqilib tinchgina, to'polonsiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha oyijon, rahmat. Yaxshi oyijon, yaxshi. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr, yaxshi. Yaxshimisiz? Yaxshi keldim, rahmat. Qo'shnilar, dugonalaringiz qani? Yaxshimi? Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Ha. Salom deb yuborishdi. Xo'p, salomat bo'lishsin. Mana oyijon. Hozir ovqat qilganman, hozir kelaman. O'tiring. Ovqat kerak emas, bir piyola choy ichaman. Fazilat bir gap aytib qoldi. Ha? Sayohatga ketayotgan ekansizlar? Yo'q oyijon. Fazilatxonga hazırlashgandim. Shunaqa joylarga borishni yaxshi ko'radilar-ku. Qani nima derkanlar dedim. Voy, men ham aytdim. O'g'lim shunday joyga borar ekan, meni tashlab ketarkanman. O'g'lim mensiz hech qayerga bormaydi deb aytdim unga. Lekin Fazilat aytdiki, kelayim aytdi menga deb meni ishontirdi. Fazilat. Yo'q, hazırlashgandim oyijon. Qani Fazilatxon nima bo'ladi, nima derkanlar dedim-da. Sizchi? U bilan hazillashmang. Yaxshilab bilib oling. U bir kirishsa, hazilni chinga aylantirib yuboradi. Yo'q oyijon. Aytgandek, vaqt kam. Men qarang, shu yaqin o'rtada haligi kiyim do'koni bormi? Ha, bor. Menga mos kiyimlar bormikan? Keladi. Nima qilasiz kiyimni? Voy, nima qilardim? Kiyaman. Sherzodda onasiga atagan bir qism pullari bordir. Onam kelsalar qishloqdan ro'mol, kiyimlar olib beraman degandir. Men ham o'g'il tuqqanman deb xursand bo'lganman o'sha paytda. Kulmang. Voy, hop. Men sizga savol berdim, javob kutyapman. Gapiring. Pul bormi yo'qmi? Topamiz oyijon. Topamiz. Yashang, shunaqa qiling. Turing. Hop bo'ladi. Kiyimingizni almashtiring. Do'konga Hop boramiz. bo'ladi oyijon. Tez bo'ling. Bo'pti, choy ichdim. Amin, Allohu akbar. Men ham paltamni avvalo qilay. Shoshilmang oyijon. Mana paltolar. Bir-biridan ajoyib paltolar. Mana shunisini olaylikchi. Oho. Ana. Qalay? Yarashdimi? Bunaqa rang kiyaverasizmi? Kiyaman? Yoqqan bo'lsa oling oyijon. Yoqdi, juda ham yoqdi. Pulini qayerdan bilamiz? Xavotirlanmang, kassada turgan qizlar aytadi. Voy shunaqa. Buni kassaga olib boring. Oyoq kiyimlarga bitta qaraychi. Oyoq kiyim ham olasizmi? Voy. Olmaymi? O'g'lim gapiradimi? Yo'q. Gapirmaydilar. Uyda oyoq kiyim demagandingiz-da, shunga so'radim. Endi ko'rib, havasim keldi. Bora qoling, boring. Bora qo'sh. Bunisi menga katta. Mana. Mana bunisi yaxshi ekan. Oyijon, 650 ming ekan. Olamiz. Dugonalarimning og'zi bir ochilsin. O'g'lim olib berdi deb maqtanaman. Mana bu oyoq kiyimni ham olib boring. Menga juda ma'qul keldi. Xo'p, oyijon. Endi yana nima olsamikin? Aytgandek, voy, mana shapka-yu. Shapkangiz yaxshi yap-yangi ekan. Yo'q. Bu oqi boshqacha-da. Oqi odamga bir yarashadi-da. Sizga ozgina orqasi kattaroqqa o'xshaydi. Kattadek mana qarang. Kattami? Yo'q, chochitib qolsa hech katta bo'lmaydi. Ana, qarang. Yarashdimi? Yarashdi. Yarashadi. Mana, buni ham kassaga olib boring. Xo'sh, endi nima olsamikin? Albatta, meni pullarim. Nima dedingiz? Yo'q. Juda chiroyli narsalar tanladingiz. Dedingiz yaxshi-da.